Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz Nanaydagi obyektimizdamiz. Bu obyektimizni egalari Murodjon aka. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Darhaqiqat biz yaxshi niyat bilan Nanay qishlog'ida turar joy binosi quryapmiz oilamiz uchun. Beton qilish ishlari tugagandan keyin eshikka va derazalarga buyurtma berish navbati keldi. Shunda biz imzo fabrikasini tanladik hamda imzo fabrikasining Namangandagi Do'stlik showroomiga murojaat qildik. Menejer Qodirxon boshchiligidagi ustalar kelib o'lchab ketishdi va qisqa fursatda oynalarni hammasini o'rnatib bizni ko'nglimizdagidek topshirib ketishdi. Oradan ozgina vaqt o'tmay bitta oynamiz tasodif tufayli sindi. Biz keyin bularga yana murojaat qildik Do'stlikka. Ularning 5 yillik kafolati borligi uchun ana shu oynamizni o'zlarini hisobidan tayyorlatib Toshkentdagi fabrikada olib kelib mana bugun o'rnatishyapti. Biz bularning xizmatidan juda xursandmiz va qolgan mijozlarni ham shularning xizmatidan foydalanishga chaqiramiz. Rahmat aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.